yur. Sizlarni ketib tepib namoz qilib chiqmasa, o'zlarini bilib chiqmaysizlar. Oldimga tush. Eski do'stlar Eski do'stlar Yoqqa yur. Manalar ko'ryapsizlarmi? Bolalar, nechinchi yilsizlar? 2015. Daji kecha tuxumdan chiqqan 2015 lar o'tiribdi. Bizlar qachon o'tiramiz? Qachon o'tiramiz? O't, kunga o't, master class, o'tir. Churaqalar, bizlar ham sizlarga o'xshamanda o'tirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'rgatinglar-da. Ma, yozing kunga. Endi birinchi o'rindan xotindan qo'rqmaslik kerak. Yozinglar, ayniqsa senga taalluqli gap bo'ladi. Yap. Kesimdoshlar guruhasi o'qib chiqib ketman. Yozib ham turish kerak. Agar guruhingizda Siroj, Sardor, Bobur degan bolalar bo'lsa, toqqa chiqib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ular har doim qizga pul topadi. Jo'ralarga kelganda pulim yo'q, sharoitim yo'q deb bahona qiladi. Arvochchalar, tuchkasi ko'ryapti-ku bular. Yana birlashib toqqa chiqish uchun A yoki B sinflarda o'qigan bo'lishi kerak. DVG sinfda bolalar komment portlatishni ko'rasan endi birgacha. Bolalar ozgina piyozinglar bilan uksusinglar bo'lsa, burchak qilib turinglar. Dugonalarimiz bilan dam olib, shashlik yeb o'tiruvdik-da. Daji ayollar damoqdan chiqadi. Bizlar qachon chiqamiz? Qayga? Ey, jo'ra xafa bo'lmaysan, xotindan so'ramay chiquvdik. Tez bormasak o'ldiradi. Ha, onasini bizni kecha tuxumdan chiqqan bolalar mayli, daji ayollar toqqa chiqib dam olayotganda biznikilar biri olmasadi, bizlar xotindan qo'rqib toqqa chiqolmayapti. Ha, sinfdoshlar, qachon bizlar ham bunday bir odamlarga o'xshab dam olamiz? Qachon?